Assalomu alaykum, Mangules. Uzun bo'pti mazmun ishlamag'ili. Har xil sabablar tufaylidan turmush qiyinchiligi, musofirchilik, o'yin seg'inish azobi degandek. Shunga uzun bo'pti ishlamag'ili. Bugungi mazmun intayin muhim. Shunga cho'qim to'xtalish kerakligini his qildim. Hamda ko'pchilikning tafsili anglab berishinglarni keng tarqatib berishinglarni umid qilaman. Bugungi mazmun hamjins uqumi va uning nachar iqimi. Hozircha hamjins deb turdim, chunki Amerikaning o'zida 100 dan ortiq jinslar bor ekan, hamda ular davomli yasadi yangi jins uqumlarni, ismlarni. Shunga bu ahvolni sharhlashga, bu ismni sharhlashga oz qilib qoldim. Yordamdachi. Qanamsa, bugungi kundagi qisman insoniyatga o'liklar bo'lgan zamonlarda qisman erkaklardan nosh qildi. Şuna kimligimizni saqlab qilish yo'lida farzandlarimizning bu jihatdagi nachar iqimlarning ta'sir uchrab ketishini oldini olish uchun bu jihatda men cho'qim to'xtalish kerakligini his qilib bugungi mazmunni ishildim. Hammalarga ma'lum, hamjins iqimi Amerikaga o'xshash erkin davlatlarda virus yamrab nurg'un salbiy ta'sirlarni paydo qiladi. Masalan, maktablarga, hatto yasllargacha hamjins iqimi kirgizilib, sabiy bolalarning boshini qaymoqtiradi. Ularning xato qarorlarini tanlashiga sebep ve türkü buladıdı. Bununluk bilen gazaplangan bazı ota-onalar maktablardan qarashishga başladı. Hem de bu jihatdagi nachar iqimlarning ta'siri uchragan bazı ota-onalar maktab va jamiyatning bu jihatdagi nachar qilmishlariga moslashib, sabiy bolalarning boshini qaymoqtiradigan hamda ularning xato tanlashlarini nacharlarcha qo'llaydigan ahvollarmi bo'ladi. Hammanglar bilishinglar mumkin, oldingi ba'zi boshlang'ich maktab hatto yaslilargacha, buoqlar bor yaslilargacha maktablarning o'rlashtirishi bilan Quramga yetgan hamjinslik erlar qamlashgan grimlari va yerim yalang'och kiyimlari bilan ayollarning kiyimlarini kiyib kichik narsida farzandlarni oldi qaloq usullarini o'ynab nachar mazmunli kitoblarni o'qib, ularning ko'ngli ichib bergan. Azobnoligi buoqlarni ko'targan ba'zi aqlsiz ota-onalar huzurlanib ko'rdi. Chaqchaq o'rnida bildi. Ba'zi vijdonli ota-onalar hayron bo'lib, ochig'ida telefonlar bilan yoshirin yoki oshkor holda bu mazmunlarni sinab qilib to'xtab qoldi. Bular faqat ota-onalar bilgan ahvollar. Biz ota-ona bo'lishlar bilmagan yana nima ahvollar bor? Xudo o'ziga omonat. Bununluk bilan bir mezgillik to'rjang başladı, partili. Bular yetmeyende hamjinslar bo'lgan to'qinishlarni kuchishga başladı. Bu kishilar o'zining erkinligidan foydalanib, o'zining kishilik huquqini qo'llashni dastaqlab, nachar qilliqlarning qo'llanishini talab qilib, yerim yalang'och kiyimlari bilan va mehnat grimlari bilan ko'ch-ko'ylarda namoyish qilib, kichik bolalarga yomon ta'sirni yetkazdi. Shuning bilan bu nachar iqimlarning ta'siriga uchragan ta'sirda ba'zi kichik bolalar o'zining jinsini gumonlanadigan, nomus qiladigan, hatto buninglik bilan jinsini o'zgartmoqchi bo'lganmi bo'ldi. Texnik azobnoligi bular uchun xizmat qilgan hatto meditsinal doktorlarim bor ekan. Bular doktorlarimi bolalarning nachar va butunlay xato bo'lgan qarashlarini qabul qilib, narsada bolalarning kelgusida hatto hayotiga xavf bo'lgan jinsiy o'zgartirish operatsiyasini qilishga boshladi. Texmi azobnoligi ba'zi farzandlar yoshirin qilsa, ota-onasidan yoshirib qilsa, ba'zi farzandlar nachar ideyalik qiliq ota-onalar nachar iqimlarga moslashib, narsida farzandlarning boshini qamoqtirib, xato qaror chiqarishiga sabab turtki bo'lgan holda ularning bu jihatdagi xato ko'z qarashlarini tuzatmoqda yo'q, ularga yordam qilmoqda yo'q. Xato qarorlarini qo'llaydiganlarmi bo'ldi. Bularning qator qo'shilayotgan sarang kishilar ko'payotgan vaqtlarda jinsni o'zgartirish operatsiyasidan keyin kelgusi hatto hayoti xavf uchrab, xato qarorlarning qurboni bo'lgan kishilarmi bo'ldi. Bulardan boshqa yana nurg'un odamning achchig'ini keltiradigan misollar bor. Masalan, shaxsan mening bek achchig'im keladigan yeri bu shu hamjins xato
nachar uqumlarning dars qatorida maktablargacha kirgizilishi, yaslilargacha kirgizilishi, hatto kichik bolalarning kitoblarigacha kirgizilishi mening eng achig'im keltirdi. Tüstay buningdimi achig'im keladigan bir muhim mazmun bor, cho'qim deyishim kerak. Maktablar ota-onalarga demay turib, mushta mazmunlarni o'qitadigan, balalarni qamoqtiradigan mushta akfalar bor. Ba'zi o'quvchilar, telefonlar bor o'quvchilar buni yushrin telefonlarga ilib ota-onalarga deydi, ham buni to'g'ri jonga oshkorlaydi. Ba'zi kichik bolalar ota-onasi kichik narsa bolalarimiz 5-6-7-8 yoshlik, undan kichik bolalarda ota-onasiga diyamasa, ota-onalar ba'zilar deydi. Esel shu degan ota-onalar unga maktab berib, ular bilan zo'rlash orqali qilganlar bo'ldi. Mushu bolalar diyamagan ahvollarda biz ota-ona bo'lganlar biz hech qanday nimish bo'ladi, nimani o'rganadi, nimani anglayotdi biz bilmaymiz. Hamda maktablarga kirmaymiz. O bolalarning bexatarligini o'ylab hech qanday ota-ona kirgizmaslikni bo'pti, to'g'ri tushunaylik. Ammo biz ota-ona bo'lg'ishlarning biz huquqimiz bor, nima dars o'qitishni bilish huquqimiz bor, nimalarni so'zlatishni bilish huquqimiz bor. Ammo shu huquqimizni biz to'liq foydalanmayapmiz. Ham biz qorong'uda turamiz, chunki biz butun kun bolaning maktabni bo'lganimiz qat'iy qolmaymiz. Shunga mening eng achchig'im kelgan shu. Shunga balki mening videolarimni ko'rdinglar, boshqa qisqa mayli ingliz bo'lsin, men oila o'qitishni bak tashviq qilaman. Buni yana nurg'un misollar bor. Esim kelgancha yana deyman. Ammo mazmunlarmi ko'proq. Shunga endi har jihatdan qirishga uchrayotgan bugungi kunda biz bor kuchimiz bilan kimligimizni saqlash yo'lida tirishayotgan bizlar qanday qilishimiz kerak? Farzandlarimizni qanday qo'llashimiz kerak? Bo'libmi kichik farzandlarimizni shunchalik osonlikqa iqma uchrab ketadigan narsani farzandlarimizni biz qanday qo'llashimiz kerak? Men bu jihatda qilish tegishli bir qancha nuqtalarni tizib chiqdim. Birinchidan, agar sharoit yor bersa, g'ayratli onalar farzandlarni bo'libmi 7 yoshdan tuan farzandlarimizni cho'qim o'zimiz boqaylik. Farzand qancha kichik bo'lsa, onaga shuncha ehtiyoj bo'ladi. Hamda buning uchun otalar, qadrli otalar, cho'qim onalarni qo'llab, sharoit yaratib beraylik. Qo'ldan kelishicha onalarga yordam qilaylik. Onalarga yordam qilganlik, farzandlarga yordam qilganlik. Farzandlarni o'z ota-onalari boqsa, jamiyatning va sirtdagi har qanday odam va nachar ta'sir iqimlarining xoli cho'ng bo'lib qolmay, ota-ona mehriga qinib cho'ng bo'ladi. Mehr muhabbatlik, kuyimchan, o'ziga ishonch komil, g'ayratli bo'lib bitildi. Cho'qim ashta qilishimiz kerak. Shunga buni birinchi mazmun qildim. Amal va qo'ldan kelsa sharoit yer bersa, farzandlarimiz o'zimiz boqaylik. Ikkinchidan, agar sharoit yer bermasa, amal va qisqa vaqtlik yasli yoki o'quvchilar oz bo'lgan va qisqa vaqtlik shaxsiy maktablarga beraylik. Ammo bu jihatda ota-onalarning aqlli bo'lib, haq pul xarjlagandan ko'ra onalarning xizmatini vaqtincha to'xtatib, uyda farzand beqishiga sharoit yaratgani yaxshi. Ota-onalar, otalar, qadrli otalar, bu jihatda pek aqlli bo'laylik. Topgan pulni haq xarjlagandan ko'ra ota-onalarga xarjlaylik. Uchinchidan, esil islom dinimizni kichikdan boshlab o'qitib, e'tiqodli tarbiyalaylik. Buninglik bilan nachar iqimlarga oldinib ketishning oldini olishda cho'nqur yordami bo'ldi. Chunki bizning islom dinimizda bu hamjins, qotillik, ziyonkash dahshat cheklini buni bilamiz. Hamda e'tiqodli cho'ng qilsak oson oldinib ketmaydi. Chunki shunga bugungi kunda bu hamjinslik nachar xilqlarning va shuni ta'qib qiladigan kishilarning bolalarga bekrak hujum qilishligi, bolalarni bekrak tomoshabin qilishligi sababli shu. Chunki biz cho'ng bo'ldik e'tiqodliq
Hem Kur'an'a yettik bizning idimizni aldash yuyish unchalik oson emas. Kichik bolalarninkini yuyish oson. Şuna bu endi yana bir boshqa mazmun, cho'ng mazmun, ya'ni keyinlik davomli so'zishma endi kichkina deb qo'yay. Şuna men buning siyosiy o'yin ekanligini o'yin deb qarayman, huquq turganlarning o'yini deb qarayman. Bundan keyin ayrim bir mazmun ishlayman. O'yin degan cho'nqur mazmun sabab cho'nqur unda oson ish emas. Bo'lmasa uncha sharoit ketmaydi ularga. Şuna e'tiqod qilaylik. 4. Agar maktablarga amalsiz berishga majbur bo'lsa, chuqur maktab o'qitish mazmunini so'rash kerak. Qarorlik tekshirib turish kerak. Maktabning o'qituvchilarning kimligini va telefon nomerini chuqur bilish kerak. Agar har qanday ish bo'lsa, maktabni chuqur javob bilish kerak. Bu jihatda ota-onalar chuqur dadil bo'lishi, ishlarni bo'ldi qilatmay chuqur ochiq oshkora javob ola olish kerak. Shundaqla eng muhimi nima darslarni o'tganligi, nima faoliyati bo'lganligi qatorlarni farzandlar emas, o'qituvchilarni chuqur so'rash kerak. Biz ota-ona bo'lg'uchilar chin tursak, maktablarning qalamaqi ishlardan ozroq bo'lsa hazar alaydi. Masalada bizning chin turishimizda albatta. Bu mu oson emas. Chunki bo'lib maktab bizni kirgizmagan ahvollarda biz uqmaymiz, ular har xil sabablarni ko'rsatadi organizada. Ba'zi kichik bolalarimiz demaydi. Ba'zilar degan bilan ba'zilar demaydi, ba'zilar qo'rqinch jihatdan demaydi, ba'zilar o'zir demaydi. Har xil sabablar bor. Buni biz shuni deymanki, sharoit bo'lsa, bolani o'zimiz o'qishimiz kerak. Teshida bo'lgan har qanday ahvolni uqmaymiz. Bolalar shu har xil qo'rqinch, mumkin xizr bo'lish, ansirash yoki bo'lmasa xohlamaslik har xil sabablar biz shu yerda o'ylab izlayapmizmi, faraz qilyapmizmi? Har xil sabablar bilan demaydi, biz buni uqolmaymiz. Shunga men oilada o'qitishni bek targ'ib qilmayman. Bu jihatda keyinlik yana bir mazmun ishlayman, maxsus oila o'qitishi to'g'risida. Undan keyin masalalarimizni tushuntirishimiz albatta. Ular geç biz kirgasmizmi, ammo qayta so'rab tushuntirsak, men ota-ona tushuntirdiga, chaqaqimsaq bo'ldiga desak bo'ldi. Deydi ular. Shu ozroq bo'lsa-mu, boshdan oldini olishimiz mumkin. Ammo shu ikkinchi mazmun degandek cho'qim shu kim o'qituvchi to'liq ismi, maktabning telefon nomerlari hammasini cho'qim bilish kerak. Xudoim sog'sin, ish bermasin, bir ish bo'lsa kechikkan bo'lamiz. Ammo uning javobini cho'qim bilishimiz kerak. Shundan davomli yuz berishning oldini olgan bo'ldi. 5. Sharoit yor bersa, farzandni cho'qim uyda o'qitish kerak. Abaq degan gapning davomi. Ammo ota-onalar agar o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa yoki iqtisod yor bermasa, nurg'un tor maktablar bor. Shaxsiy maktablar bor. O'quvchilarning soni oz bo'lgan. Aile o'qitish guruhlari va nurg'un haqsiz mazmunlar torda to'shoq. Ular sizlarga har vaqt yordam bo'la oladi. Bu jihatda siz hargiz yolg'iz emas. 6-dan farzandlarga aqliy telefonlarni berganchada ko'ngil ochadigan har turli detallarni va boshqa quramiga yetganlarga xos mazmunli turbatlarni qat'iy tunishtirmaylik. Yanfonlarni tekshirib turaylik, boshqalarni bilgan bo'lsa chuqur manbasini so'raylik, tushuntiraylik, cheklaylik. Qancha kichik bolalar bo'lsa, bular lozim emas ularga. Bularga lozimi quyosh nuri, tabiat, o'yin, ota-ona ularga lozim bo'lgani. Ham foydali, sog'lom mazmunlar ularga lozim bo'lgani, bolalik ularga lozim bo'lgani. Bu ko'lashadigan, o'qidigan ba'zi o'yinlar alan tashlaydi. Hozir o'yin bo'landi, har xil detallar hammasida ijtimoiy aloqa iqtidori bor o'quvchilar. Bulardan foydalanadigan shu bola qatillari tayyormi? Va diqqat qilgan ish ham sal qaragan ish emas. Ular shu o'yin o'ynayotgan bo'lsin yoki shu detallarni ishlatib o'zaro to'r aloqasi qilgan bo'lsin, shu bolalarning shu ahvolini so'rab, ismini, rasmini o'g'irlaydigan ismini so'rab, hatto uyning adresini so'rab nim qilsa, ham narsa bolalar ba'zi bildi, ba'zi bilmaydi, dabdidu. Shundan xavf, bolalarga xavf, hatto oilagacha xavf xatar kelishi mumkin.
Şunu çoqum nim qilayli, çoqum manbasini bilayli, tushuntirayli, cheklayli, tekshirib turayli. Bəməyli, tunuşturmasak ular uqmaydi. Haqni bilib olsa so'raymiz. Cheklab turamiz, telefon çoqum tekshirish kerak. Qancha kichik bo'lsa, telefon bermaymiz. Kichik bo'lib qolsa taxay. Bu menimcha bo'lsa, shu 12 yosh yoki 15 yoshdan tuvan u picha telefon berishni qat'iy yoshdiq. 7. Uyda hargiz qilamagan jinsiy uqumlarni tunishtirmaylik. Kichik bolalar ularga lozim emas. Chet elda tunishtirib vatbargin chiqartadi ekan. Bek nachar. Ba'zi otalar dahshat nachar. Bularni cho'qim qanchalik eslar bizning shu o'rib odatimiz shunchalik eslar. Uyda boshqalarni bilib qolsa cho'qim faqat va faqatla er va ayol ikkala jinsli bog'liqni to'g'ri tushuntiradi. Cho'qim shuni to'g'ri tushuntiradi. Bu jihatda cho'qim farzandlar bilan munosabatni yaxshirtirsa, har qanday ish bo'lsa ota-onaga deyish kerakligini bildirib cho'nqilsak, xato uchurlarga erishganda yoki har qanday xato ish bo'lib qolsa, farzandlar dastlabda ota-onalar bilan so'zlashgan bo'ldi. Buninglik bilan yomon ta'sir oqibatini olmoqchi bo'ldi. Shu dabturayli boshlarga mehribonlikni yaxshi o'rnatgandan keyin bola sizga shundu, sizlarga shundu. Ta'kidlab tursak, bola maktab borganchada nima ish bo'ldi, mama chuqum deysa, sen mama ishlar xato ishni o'g'itimiz, mushta ahvol bo'lib qolsa maktabda uy kelib birinchi o'qmang deysa, nima qilish ashada o'g'itishimiz kerak. Bizga desa, biz bay degandek biz uqaman ahvollarda ishmoncha bolalardan bo'lsin uqib, ularning davomli bu yomon ta'sirlarni oldini og'li, keyin avjab ketishni oldini og'li bo'ldi. Masalan, biz ashuni oldik, maktab bilan so'zlashimiz. Yo'q deymiz. Bunda shaxsiy, bunda qamlashmagan mazmunlarni biz ota-ona o'rgatamiz. Maktabning bunda jins huquqlari qilgan asli huquq bo'lmasligi kerak. Agar Trump Amerikaga prezident bo'lsa, shu jins huquqini qilamaganmishda odamni qamoqtirgan, unga ma quramayotganliklar bildigan mazmunlarning hammani shu maktabdan chiqardi. Birinchi kuni shuni ishni qildi ekan. Nimda isl siyosat. Şu an bularning hammasi mening ko'z qarashlarim, ham esladillar bu albatta. Şu bu jihatda kan ota-onalar o'zlari fikr almashishi umid qilaman. Fikr almashib turayli. Ota-onalar boshqa ota-onalar ko'proq aralashib jiqroq mazmunlar ega bo'la islar. Bu jihatda men yana nurg'un mazmunlarni qilman. Chunki mayildagi ba'zi mazmunlar bor. Men yangi videoni ishlamoqchi, chunki bu musafirchilikni dardini tatotqimiz azdak, hamda o'zimizning kimligini saqlab qolish yo'lida texmo nurg'un ortiq yo'llarni bosishimiz to'g'ri keldi ekan. Shunga bu jihatda nurg'un mazmunlarni ishlab, mumkin sizlarmi shu agar ko'z qarashinglar bo'lsa, ba'zi mahmullarni o'tirib qo'ysanglar, bu jihat mazmunlar ishlasam bo'ldi, ham ishlab baqsam bo'ldi. Mening ishlagan ko'pincha bu mazmunlar hammasi men o'zim shu yo'liqqan, ko'ygan mazmunlar. Masalan, bay degandek hamjinslikning bu qamlashmagan erkinliklarda hamjinsliklarning o'zining erkinligini, o'zining huquqini targ'ib qilish uchun kurash qilib, hamda bu 6-oy hamjinslarning bu hamjinslarning dehshat jinslar, Hasan Hüseyin jinslar deb atandiq biz. Pride Month, Hasan Hüseyin bayrog'i. Hasan Hüseyin ranglar var. Shuni bayroq qilib, shu Pride Month qilib qildilar. Ularning bayrog'i bor. Meni ochig'im kelgan yerim shu Amerikada hatta shu ba'zi shu qamlashmagan bayroqlarning shu Amerikaning bayrog'ining o'rniga qadilishi bir qamlashmagan. Şu an bu jihatda biz bek diqqat qilaylik. Bo'lib Amerikadagi ota-onalar atrofimiz yuz beradi ishlar. Shularga ko'z quloq bo'laylik. Biz shu diqqat qilib ularni o'ynasin deb tashlatmaylik. Bu bizning davrimizdagi go'zal vaqt, to'pchonlarda o'ynab shaq bo'lgan go'zal chog'lar emas bu. Shunchalik mehnat viruslarni demaylik, shu mehnat dunyo, mehnat bir zamon.
Xudoyim o'ngishlar, hamma narsa o'ngishildi, Xudoyim buyursa. Şoňa ijtimoiy aloqani öýgänsinde taş ötmeýli herkes bolany ota-onalar unda qilmayly. Aileden başlayly. Eng güzel ahlak ailede buldu. Özümizden isl ahlaklarımız buldu. Mening to'xtamay ta'kidlaydigan şu ota-ona mehri biz ota-ona bo'g'ishlar özümüzni puxtlab özümüzning shu isl ahlaklarımız bilan bolalar ko'rsa shuni uygundi. Unga ma'lumotli telefon, tor mazmunlarga bak diqqat qilaylik, nima ko'radi hatto YouTube'da masalan YouTube'da bolalarning mazmunlarini qo'ysanglarmi qo'nchoqlarga bak diqqat qilishimiz kerak. Ba'zi qo'nchoqlarda shu amjinas uningki Qur'onga yetganlar bildigan ishlardan tatib mazmunlar kiritganga diqqat qilaylik, har xil o'yin shaklida shunga diqqat qilaylik. Shunga men amala özüm işleydeymen kartlarını öngönlülükü büyütülen neslen özüm kılaydeymen amalva şon balamı şunu köstüme amalva öngön tallap durup köstüme mezmunlarını tordan YouTube'da birimi koysam men körüme bu maqası derhal özgörtüdüme keyingi mezmun işlep yani bir mezmunda mana şu qaysi mezmun balaga yaxshi nachir mezmunlar qaysi aslında mezmundan bir işleme yerden bolaslarga lekin onun burun ata-onalar balalarning nima ko'radidu, nima ishlatadidu, unga balalar nimalarni da'atidu, maktab berib qaytib balalarda nima o'zgarishlar bo'ladidu, harakatlarda shuni chuqur diqqat qilaylik. Bakchiq biz ota-ona bo'g'ishlar jabonliq oson emas. Shunga ammo buning paysini ko'ramiz. Bu mehnat dunyoda bulg'angan shu mehnat tamoqlar yemek ig'ir bisim biz uzun ömür ko'ramaslik mumkin ammo biz tirishib jabolar cheksakmi bolalarimizni bizni uzun umr ko'rishiga yo'l ochaylik, sharoit yarataylik. Tamoqlarni o'zimiz yeylik, ammo teshning tamoqlarini nima qilmaylik. Mazmun o'zgarib ketadi. Bu jihatdan tamoq jihatdan nurg'un yaxshi mazmunlarni ishlayman. Diqqat qilgan mazmunlar bor. To'g'ri desam, ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Diqqat qilinglar, hammasi rost emas, ammo ko'pincha rost. Biz hamdaligi o'zimizni puxtlab turishimiz deyishimga maqsad. Biz texmi yaxshi o'rganib, o'zimizni texmi yaxshi puxtlab tursak, qalbimiz ochildi, texmi sezgur bo'lmas, nimaning to'g'ri xatoligini bilalaymiz. Amalasi to'g'ri bo'lishini tayin, ammo shu biz ota-ona bo'g'ishlar boshda ongni yetildiraylik. To'g'ri xatoligini, rost yolg'onligini farqlantiradigan shu zehnni yarataylik. Shundan bolalarimizga texmi yaxshi tarbiyalaymiz. Undan keyin bizning mazmunlar yaxshi ko'proq ishlaylik. Shu siyosiy jihatdagi nurg'un mazmunlardan boshqa shu mazmunlarmi muhim mazmunlar shu balalarning tarbiyasi, axloq tarbiyasi, tozalik, yemek-ichmek, ijtimoiy aloqa, gap so'zdan tortib, uniki eng muhim hamjins suqumi degandek, mushta oila o'qitishi, maktab o'qitishi degandek, shunda nurg'un mazmunlar, mush to'g'rilikmi mazmunlarni ishlaylik. Uniki menga har xil fikr takliflar beringlar, men ishlasam bo'ldi. Undan agar diqqat qilgan bo'lsanglar mumkin. Mening Instagram nimaga to'shab ketdi, har xil vaziyatga oid ishlar to'shab ketdi. Men rostab o'ylab hamda men qo'shildigan shu to'g'ri deb qaraydigan shu mazmunlarni bakrak kirgizdim. Xudoyim buyursa, sharoit yer bersa, shu muhim mazmunlarni yana men shu tanlab turib uyg'urcha o'zimiz mazmunlar tamliq ishlayman. Xudoyim buyursa bo'lsa shu mazmunlarni taqtib xizmatimni qo'llab qo'yasizlar. Ko'proq odam foydalansin. Undan boshqa yana bir qo'shiqlar mening 5-kitobim nashrdan chiqdi. Kitob o'qish xushallik deb. Buningda shu bu kitobimda rasmlar, men karton rasmlar ishladim, haqiqiy rasmlar ishladim. Shu bu vaqtlarimiz haqiqiy narsalarni ko'rsa, shuning ismini bilalaydigan. Uyg'urcha, inglizcha qo'shtirlik qildim. Shundan antilimizni saqlab qilish da cho'qim chamtiraylik. Chet-elda albatta shu tilda turgan shu tillarni o'rganmiz, ammo yo'q, ammo
Muşu işlerimiz orqali o'zimizning tilimizni tang ilib borli. Rasmlar indoq cho'ng. Uningdagi miyada butun yuz shaklari. Şu an bu mening bir kitobim. Qisqa jumlalar, so'zliklar, Uyg'urcha, ingliz tilida. Şu umoq farzandimizning shu bu vaqtdan tortib, shu 1 yosh, 3 yoshdan tortib shu kitob o'qib bersak bo'ldi. U qalamaqan kitoblarni, hamjiz kitoblar maktabga kelganlarda men Müşani o'qib bersak bo'ldi. Men bu kitobni yana o'qib, meni shu yana bir YouTube kanalimga nim qilman. Men birinchi bitirdim. Shu bizning yodda qo'yitish mening maqsadim. Shu 30 garibni farzandim yodda o'tkasin. Ondan keyin men bu darslarni yana bir YouTube kanalimni tashkil etman hozir. Şu Bilingual Baby deb u qo'shtilliq debchi. Uningda endi maxsus bola tarbiyasi, til o'qitishi bo'ldi. Karton yoki boshqa yoki o'zim yoki kitoblarni o'taman. Shu men tuzgan 5 kitobning hammasini o'tib chiqarman. Uningda Magulis Media degan YouTube kanalim endi. Bu ketdi har xil azob, unga tarbiyasi biz cho'nglar xos bo'ldi. Men bilan shu almashtirib joy qo'yib qo'yman ishkili YouTube kanalimni arabcha birsi biz ota-onalar cho'nglar uchun birsi maxsus bolalarimiz uchun shu kitoblarni o'tib ishlab qo'yman endi uning tashviqotini boshlayman shu bo'lsa kan xalqimizning xizmatimni qo'llab meni qo'llab a'zo bo'lishinglarni meni kanallarimga mumkin mazmunlarni ko'proq tarqatib yaxshi mazmunlarning shu bakrak tarqalishini umid qilaman. Çın turayli, bay degandek, farzandlarimiz kimligimizning kelgusi, yurak parlimizning isil, sog'lom o'sib yetilib, to'g'ri yo'lda dadil ilgilab menish uchun biz ota-onalarga so'z qilishmaylik. Tirishaylik, bizning tirishchiligimiz va cho'nqur mehr-muhabbatimiz farzandlarimizning kelgusiga o'chmas mashal bo'la oladi. Uyg'ur o'z o'lidiki, hargiz yo'qolmaydi.